Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining markazida inson qadri uchun degan ezgu g'oya mujassam. Bu g'oyaning amaliy ifodasi esa avvalo har bir fuqaroning o'z uyida, o'z mahallasida va ko'chalarda xotirjam hayot kechirishida namoyon bo'lmoqda. Toshkent shahrida jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida joriy etilayotgan yangi tizim bugun nafaqat tartib intizomni saqlash, balki xalqimiz va yurtimiz mehmonlari uchun sururli muhit yaratishga xizmat qilmoqda. Poytaxtimizning har bir ko'chasi va maydonida xavfsiz muhitni yaratishda zamonaviy texnik vositalarning o'rni beqiyos. Zamonaviy signalizatsiya tizimlari va intellektual qurilmalar shunchaki kuzatuv emas, balki har qanday shubhali holatni barvaqt aniqlab, fuqarolarning tinchligini buzishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarning oldini oluvchi yuqori texnologik qalqondir. Bugun qo'riqlash xizmati tomonidan 20 mingdan ortiq obyektlar, 37 mingdan ortiq xonadonlar va jamoat joylari doimiy nazoratga olingan bo'lib, vaziyat boshqaruv apparati orqali masofadan turib 24/7 rejimida tahlil qilinmoqda. Bu borada Toshkent shahar qo'riqlash xizmatida tashkil etilgan zamonaviy situatsion markaz tizimning miyasi vazifasini bajarmoqda. Ushbu markazda shaharning barcha nuqtalaridan kelayotgan ma'lumotlar onlayn jamlanadi va sun'iy intellekt yordamida qayta ishlanadi. Markaz nafaqat obyektlarni, balki shahar bo'ylab xavfsizlikni ta'minlashga jalb qilingan shaxsiy tarkib faoliyatini ham qat'iy nazorat qilib boradi. Har bir xodim va ekipajning dislokatsiyasi va xizmatni o'tash sifati va tezkorligi GPS tizimlari hamda body kameralar orqali real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu tizim inson omilini minimallashtirib, nazoratning aqlliligi va ishonchliligini ta'minlash borasida har qanday noxush vaziyatga qarshi eng yaqin bo'lgan guruhlarni yo'naltirish orqali tezkor va keskin chora ko'rish imkonini bermoqda. Bunday mukammal nazorat tizimi poytaxtimizda jinoyatchilikka qarshi murosasiz muhit yaratilishiga asos bo'lmoqda. Bugungi kunda poytaxtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash, ularning mulkiy tajovuzlardan saqlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Toshkent shahrida xavfsiz muhitni yaratish, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, shuningdek aholi va tadbirkorlik subyektlarini mol-mulkini ishonchli himoya qilish maqsadida qo'riqlash xizmati tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Toshkent bugun dunyo nigohidagi megapolis, sayyohlar intiladigan xavfsiz maskan. Ko'chalarda tunu kun ta'minlangan xavfsizlik poytaxtimizni turizm uchun eng jozibador hududlardan biriga aylantirdi. Shaharning diqqatga sazovor joylari, gavjum xiyobonlar va sayilgohlarda o'rnatilgan yuqori aniqlikdagi video kuzatuv kameralari vaziyatni uzluksiz nazorat qilib, huquqbuzarliklarni barvaqt aniqlashda yuksak natijadorlik ko'rsatmoqda. Eng muhimi, ko'chalar va jamoat maskanlarida maxsus tashvish tugmalari bosqichma-bosqich o'rnatilayotganligi, ular orqali fuqarolar va yurtimiz mehmonlari situatsion markaz bilan to'g'ridan-to'g'ri real vaqt rejimida bog'lanish imkoniyatini yaratmoqda. Bunday zamonaviy muhit nafaqat madaniy dam olish maskanlarining, balki xizmat ko'rsatish sohalarining uzluksiz va bexavotir ishlashiga zamin bo'lib, Toshkentning iqtisodiy qudratini oshirib, xalqaro reytinglardagi eng xavfsiz shaharlar qatoridagi nufuzini yanada mustahkamlamoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahrida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida qo'riqlash departamenti xodimlari tomonidan keng qamrovli tadbirlar olib borilmoqda. Ayni damda biz Yangi Komolon mahallasida joylashgan 24/7 ko'chasini xizmati bilan tanishib chiqib, xodimlardan intervyu olib, ularning xizmati bilan bevosita tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum Abu Bakr. Assalomu alaykum. Hududimiz haqida ma'lumot berib, hozirgi bu yerda qilinayotgan ishlar bo'yicha axborot bersangiz. Mana bugun Toshkent shahrining Shayxontohur tumanining eng gavjum doimiy aholi serqatnov bo'lgan qismi, ya'ni Yangi Komolon mahallasi turib, bevosita qo'riqlash departamentining Toshkent shahri bo'ylab xavfsiz shahar muhitini yaratish borasida olib borayotgan ishlarni kuzatib turibmiz. Bunga misol qilib keltirishimiz mumkinki, qo'riqlash departamenti tomonidan zamonaviy tashvish tugmalari shaharning gavjum serqatnov qismlariga o'rnatilgan. Bu zamonaviy tashvish tugmalarining qulayliklari, imkoniyatlari hozirgi kunda keng baholanmoqda. Bularni keltirib o'tadigan bo'lsak, zamonaviy tashvish tugmasini fuqarolar o'ziga nisbatan yoki jamoat tartibini buziladigan vaqtlarda tashvish tugmasini bosib, Toshkent shahri qo'riqlash xizmati monitoring markazi bilan video aloqada bog'lanishlari mumkin.
Shuningdek, bu jarayonni qo'riqlash xizmati monitoring markazi tomonidan nazorat qilish uchun yuqorida 360 gradusli zamonaviy kameralar o'rnatilgan. 360 gradusli kameraning qulayliklari shundan iboratki, huquqbuzarlik sodir bo'lgan joyni bevosita nazorat qilish uchun mo'ljallangan. Mahallabay ishlash tizimi doirasida amalga oshirilayotgan yangi mexanizm aholi osoyishtaligini ta'minlashda tub burilish yasadi. Bugun ko'p qavatli uylarning kirish qismiga maxsus tashvish tugmalari o'rnatilayotgani, mahallalarning ichki yo'laklari va gavjum nuqtalari esa yuzni aniqlash Face ID funksiyasiga ega intellektual video kuzatuv kameralari bilan jihozlanayotgani fuqarolarning osoyishtaligini yangi sifat bosqichiga olib chiqdi. Bu texnik yechim mahalla ahli uchun shunchaki qulaylik emas, balki har bir oilaning tinch va xotirjam hayot kechirishini kafolatlovchi real himoya tizimidir. Xavfsizlikning bunday amaliy ifodasi mahallalardagi ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirib, odamlarda o'z uyi va yashash hududining daxlsizligiga bo'lgan ishonchini mustahkamlamoqda. Ayniqsa, mahalla yettiligining qo'riqlash xizmat xodimlari bilan yo'lga qo'ygan yaqin hamkorligi har bir xonadonga kirib borish va vaziyatni mahallabay tahlil qilish imkonini bermoqda. Ushbu tizim orqali fuqarolarning xonadonlari ham markazlashgan qo'riqlovga olinib, har bir oila mulkining daxlsizligi davlat himoyasiga olindi. Mahalla faollarining jonkuyarligi va soha xodimlarining professionalligi natijasida hududlarda huquqbuzarliklarning oldi barvaqt olinmoqda. Eng muhimi, mahallalardagi ushbu osudalik aholining kundalik faoliyatida, farzandlarning bexavotir kamol topishida va nuroniylarning duosida o'z aksini topmoqda. Zero mahalla tinch bo'lsa, xonadonlarda baraka bo'ladi. Insonlar o'z ertangi kuniga katta umid bilan boqadi. Raislik qiluvchi mahalla hududida kriminoggen vaziyatlarni yaxshilash, huquqbuzarliklarni oldini olish borasida bir qancha amaliy ishlar mahalla yettiligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda ishlar olib borildi. Xususan, mahallamizning barcha hududlariga kuzatuv kameralari, yuzdan tanib oluvchi kameralar hamda ko'p qavatli uylarimizning kirish yo'laklariga chaqiruv tugmalari o'rnatildi. Hamma hududimiz to'liq nazoratga olindi. Olib borilgan kompleks ishlar natijasida mahallamiz qizil toifadan sariq toifaga o'tdi. 2026-yil yakuni bo'yicha mahallamizni yashil toifaga o'tkazishni o'zimizga ustuvor maqsad qilib oldik. Tezkor harakatlanuvchi guruhlar, tizimning mustahkam ustuni va professional himoya. Poytaxt bo'ylab sutkalik rejimida navbatchilik qilayotgan tezkor harakatlanuvchi guruhlar bugun nafaqat qo'riqlash tizimining, balki shahardagi umumiy jamoat xavfsizligining asosiy hal qiluvchi ustuni bo'lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy texnika, eng so'nggi rusumdagi aloqa vositalari va maxsus anjomlar bilan qurollangan ushbu ekipajlarning har bir harakati situatsion markaz orqali onlayn monitoring qilinadi. Tashvish signali kelib tushgan vaqtdan boshlab voqea joyiga yetib borish vaqtining atiga 3-5 daqiqani tashkil etayotgani jinoyatchilikka qarshi kurashishda murosasiz muhitni va tezkor zarba kuchini yaratdi. Qo'riqlash departamenti tomonidan xavfsiz muhitni yaratish uchun har bitta xonadonlarga va aholi gavjum bo'lgan joylarda tashvish tugmalarimiz o'rnatilgan. Hozir biz bevosita ushbu o'rnatilgan tashvish tugmasini xususiyati bilan tanishib chiqib ma'lumot olamiz. Hozirgi kunda Toshkent shahar qo'riqlash departamenti tomonidan ko'p qavatli uylarning barchasiga zamonaviy mana bunaqa ko'rinishdagi tashvish tugmalari o'rnatilgan. Bu tashvish tugmalari ko'p qavatli uylarning asosiy kirish yo'laklariga o'rnatilgan bo'lib, undan fuqarolarimiz 24/7 istalgan vaqtda o'ziga nisbatan yoki jamoat tartibi buzilish holatlari sezilgan vaqtlarda bemalol foydalanishlari mumkin. Bunday tashvish tugmalaridan fuqarolarimiz foydalangan vaqtda tashvish tugmasi bosilganda signal to'g'ridan-to'g'ri Toshkent shahar qo'riqlash markazi monitoring markaziga borib tushadi va monitoring markazi tomonidan bu yerga tegishli bo'lgan tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari jo'natiladi. Bunda voqea joyiga yetib kelgan xodimlarimiz 3 nafardan iborat bo'lib, voqea sodir bo'lgan joyga yetib kelgan vaqtlarida ulardan 2 nafari belgilangan joyni nazorat qilish, taftish qilish maqsadida harakatlanadi. Qolgan 1 nafar xodimimiz esa avtomashina oldida turib, hududni oraliq masofani saqlagan holda nazorat qiladi. Ekipaj a'zolarimizdan haydovchi hisoblangan xodimimiz maxsus planshetlar bilan, shuningdek aloqa vositalaridan to'liq ta'minlangan bo'ladi. To'liqligicha o'rganish va aniq qayerda ekanligini bilib borish maqsadida planshet qurilmasiga navigator, ya'ni
masofani aniq qayerda ekanini ko'rsatib beruvchi maxsus qurilmalar o'rnatilgan. Shahar uyquga ketgan, ko'chalar sukunatga cho'mgan vaqtda ushbu fidoyi xodimlarning hushyorligi 2 karra ortadi. Tungi patrul xizmati davomida ular nafaqat obyektlar daxlsizligini, balki mahallalar ichi va jamoat joyidagi osoyishtalikni ham qat'iy nazorat qiladilar. Qorong'i tushganda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati yuqori texnologik jihozlangan tezkor guruhlar zimmasiga tushadi. Ularning mavjudligi o'zi har qanday noqonuniy niyatning yo'lini to'suvchi qudratli to'siqdir. Bu fidokorona xizmat tufayli poytaxtimiz aholisi va mehmonlari tungi vaqtda ham o'zlarini to'laqonli himoyalangan va xotirjam his qilmoqdalar. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, Toshkent shahrida shakllantirilgan ushbu yaxlit va ko'p bosqichli xavfsizlik tizimi xalqimiz roziligi va yurtimiz farovonligi yo'lida tashlangan qat'iy qadamdir. Zero xavfsiz mahalla va osoyishta ko'chalar baxtli jamiyatning, barqaror taraqqiyotning va porloq kelajakning mustahkam poydevoridir.